Bugun 2025-yil 25-dekabr. 25-yil ham tugashiga ozgincha qoldi. Men bu 10 sotiylik teplisamiz. Bularga yer tayyorlash uchun, ekin bolgarskiy ekish uchun tayyorlashni boshladik. Xo'p, bakoviylarga agrovolokno tortilgan. Bunga yana doполнительный tortib yuboramiz bu tomonidan. Termiz kilonkalar qilyapti. Tepadagi glavniy kilonkasi 0.8 Xitoy kilonkadan yopganmiz. 28 mingdan olib. Termiz kilonkalarimizni 25 mingdan olib kelganmiz. Terlamaydigan termiz kilonka. Bu teplisamizga yaxshi bo'layotgan tarafi hammasi oq tushyapti. Termiz kilonka ham oq bo'ldi. O'z ko'kolardek odatda. Bakoviga aylanasiga agrovolokno yopamiz. Mana shu bir qavat termiz bo'ladi, bitta qavat. Ikkinchi qavat termiz kelib, mana shu simdan pastga tushadi bu ham yana. Birinchi qavat termizimizni tortilishi o tepadagi fermani o'rtasidan bo'ladi. O'shga sim tortiladi. Tepaga tegmaydi. Bunaqa qilib kelib, latoydan 15 sm pastga tushadi. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha davom etib ketaveradi. Ikkinchi termiz kilonkamiz mana mana shu yerda bo'ladi. Forchkani tepasidan tortiladi. Ikkinchisi bu yog'iga kelishi ham mana mana shu simga tortiladi. Mana shu simga tortamiz. U ham 15 sm pastda bo'ladi. Bir-biriga tegmaydi. Glavniyga ham tegmaydi. Termizlar bir-biriga tegmay tursa, o'sha sovuq o'tkazishi nimasi kamroq bo'ladi. Forchkalar doimiy bizda ochiladigan bo'ladi. Ko'pchilik ochilmaydigan qilib qo'yib, men boshqacha zamonaviyroq teplisalarda tepadan furoni havo berganligini, bakoviylardan havo berganligini hisobiga forchkalar ochilmaydi. Unaqa teplisalarda bunaqa qilib qavat-qavat termiz qilishning imkoni yo'q. Bizniki oddiy qurilgan shularni hisobini olib termiz kilonka qilganda ham havo berishdi. Bemalol mashinadan forchkadan havo beriladi. Bular endi hali xotir bo'lmadik. Ish boshlaganimizdan buni 10 sotiyligini to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. 20 sotiyda ko'p vaqt bo'lmay qoldi, boshqa bo'ldi. Ma'lumotlar to'liq bo'lmagandi. Xudo xolasa bu 10 sotiyligini tayyorlashimizni hamma ma'lumotlarini to'liqroq qilib berishga harakat qilaman. Shu nimada aytib o'taman. Mana отопление turbalari 40 talik turbalar 7 metrga 3 qatordan qilib tortilgan. Padachasi tepada, obраткasi pastida. Shuna qilib tortilgan. Bunga 2 qavat termiz qilamiz. Agrovolokno qilmaymiz. Tepasiga 20 sotiyda, lekin qildik agrovolokno. Yaxshi, effekti zo'r. Hop, bunga yer tayyorlashda bu o'tgan yilgi, o'sha bu yil bahorgi yanvarda 10-sida bolgarskiy ekkandik. Avgustgacha turdi. Yaxshi foydalandik, yaxshi daromad qildik. Xudoga shukr. Bularni xuddi shunaqa qilib, mana shunaqa qilib tayyorlanadi, yana boshqatdan tayyorlashimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yerlarimiz hozir ham bossa yumshoqda. Nimani hisobiga? Tagida go'ngi bor. Chiramagan go'ng solganmiz o'sha paytda. Somon solganmiz, sholini qipig'ini solganmiz. Sholini qipig'ini ham solganmiz. Drenaj bir 35 sm, 30 sm drenaj qilgandik. Bu xuddi gubka vazifasini bajardi. Biz endi ispitani qilib ko'rgandik bu yil. O'zimiz qo'shimcha qilib go'ng solinadi-yu, somon bilan sholini qipig'ini solmasdik. Faqat bitta bu yilga minus taraf bo'lgani sholini qipig'idan mayda hasharot chiqqanini va biz o'ylashimiz bo'yicha sholidan keldi. Ozgincha odamni g'ashini keltiradi.
O'shaning uchun bu 10 sotikka sholni qipig'idan solmaymiz. Somon bilan go'ng solamiz, bo'ldi. Tayyorlashimiz o'sha 7 metrlik teplisani eniga 12 ta qator tushadi. Mana shu turbalarning tagiga ham bir qatordan, bu tomoniga ham bir qatordan tushganligini hisobiga 12 qator bolgarskiy tushadi. 78 ga 38 qilib qilamiz. Yuradigan yo'limiz 78, ko'chat oralig'i 38 sm bo'ladi. Bunaqasiga ko'chat tushadigan joyimiz 36 yoki 35 sm ko'chatimizga qarab sonini hisoblaymiz, shunga qarab taqsimlaymiz. Bu 10 sotiklik teplisamizda bu yil ozgincha qo'shimcha turbalarga ozgincha qo'shimcha kiritdik. Sovuqligini hisobiga. Mana shu qo'shimcha turbalar bu tomoniga registrlar qilindi. Xudo xolasa mana shu ikkita teplisaga ham ikkita registr xuddi shunga o'xshab qo'yadigan bo'lsak, bu tomondan, mana shu tomondan keladi sovuq. Asosan sovuq shu tomondan keladi. Qolgan yoqdagi teplisalarimizni 20 sotikdagi teplisalarimiz panasi ushlab qoladi. O'shaning hisobiga mana shu yerga yana registr qo'ysak, endi vaqt bo'lsa qo'shsak, xudo xolasa yana ham issiqroq bo'ladi. Chunki o'tgan yilgida bu boshi bilan narigi boshida 2 gradus razniца bo'lgan. 13 gradusga 15 gradus bo'lgan. Narigi boshimiz 15 gradus bo'lgan. Issiqroq bo'lgan. Mana stabilniy ushlaganimiz shunaqa. Bu yilgisida yanvarda ekkanimizda bir qavat termizda mana shu yerdan tortdik, glavniysini. Mana shu yerdan tortildi, pastroqdan tortildida. Ikkinchi qavatini simni ustiga tashlagandik. Issiqlikda umuman ushlay olmadik, qiynaldik rosa ham. O'shaning uchun buni endi birinchi qavat tepada, ikkinchi qavat forchkani tepasida qilamiz. Sovuq ham balandroqda bo'ladi deb nima qildik. Ham terlab ketish ko'p bo'ldi, rosa qiynaldik bu yil. Uni videoni ko'rganlar, doimiy kuzatganlar biladi. Rosa qiyinchilik bo'ldi. Endi shunaqa qiyinchilik bo'lmasligi uchun ikkita qavatni ham tepaga tortyapmiz. Keyingi qilayotgan ishlarni ham ma'lumotlarini qo'yib o'taman. Ikkinchi qavat termizda ham ertaga xudo xolasa uni ham tortamiz. Yonlarini qanday ulashdi? Bizda endi shunaqa tepaga bir-biriga ulanadi mana shu. Bu yog'i ham ulanadi. Ikkinchi qavat termiz kelib xuddi shunaqa qilib bunga ulanadi. Shunday bakovoylar, lekin bir qavat termizda turadi. Mana shu termizda o'zida turadi bakovoylar. Shu bir qavatda turadi. Pastlari asosan 3 qavat bo'ladi.